Qoralarni bunaqa chiroylisi bo'lmaydi. Men qora tanlayman. Esladim Temur aka. Ha, sizdan kuchayib ketdingizmi? Bu boshqa profilmi? O, 700 kotibsizmi? Men taniganimda 80 kotdingiz. 300 ga bo'ladi, 500 ga bo'ladi. 500 gadan keyin men sizni ko'rganim yo'q. Esladim. O, sen. Anoy Temur akam, bitta Temur aka o'tirardi efirimda. O'sha Temur aka ekanlar. Da, Rossiyadagi, da, o'sha Temur aka ekan. Bunaqadan 4 ta bor deydi. O, kuchayib ketdingiz-ku Temur aka, uni tanimas ekanman. Men sizni taniganimda 80 kotgan edingiz. Keyin bir qaraganimda 500 bo'lgan edi. Keyin bir qaraganimda уже yo'q edingiz. Tanidingizmi? Men tanidim. Plan qilish kerak balkon. Yulduz aka, oy Yulduz aka. Assalomu alaykum. Jim o'tiribsiz qarab. Tinchmisiz? Charchamasdan xush kelibsiz. Balkon, planga yordam. Kechga ocha olmayman. Ishda bo'laman. Meni tanimasa kerak edi. Ey Allohim. Nimaga taniysiz? Assalomu alaykum. Kash, welcome to Tanur. Temur aka, planimga yordam qilavering aka. Nisoni yigiti akasi o'rtog'i elik eri xullas sansaraman. Qaling ey. Ammam o'g'li deydigan bor edi-yu, o'sha qaronch. Do'stim bo'lar. Va alaykum assalom. Yaxshi, Xudoga shukr. Jim o'tiribsiz tepada. Men sizni bot deb o'yladim boshida, keyin qarasam botmas ekansiz. Yomon tushuntirish yozdim lekin dedi. O'sha bor edi efirimda, ammam o'g'li deb o'tirardim. Esingizmi? Sansara o'sha. Almazim yo'q, jim o'tiribman deydi. Eksklyuzivingiz bormi? Mayli, almaz bo'lmasa ham eksklyuziv, chiroyli suhbat bo'lsa bo'ldi. Prosta plan yo'q olay, plan qilay deb efir ochdimda. Endi peshanada, endi bor bo'lsa urasiz, yo'q bo'lsa yo'q-ku. Birovni majburlamaymiz. Plan qilish kerak, вообще planim yo'q. Temur aka, planga yordam berib yuboring. 4-sizlarga yordam berib yuboring. Nechika bo'lding deydi. Prosta anaqam ko'pda.